Sevida biz mushu ikkimizning suhbatini tarqatgandan keyin nurg'un to'rdoshlar bizga xat yozibdi. Ba'zi to'rdoshlarning so'rag'ында mushu Sevida ma'lum shuncha uzun yil psixologiya ilmi bilan shug'ullanib keldi, nurg'un kishilarga maslahat berdi. O'zining kayfiyatida ekspertliklar bo'lamdi qanday degan mushu savolni so'rabdi. Sizda mushaq ekspertliklar ko'rilib baqqanmi? Ameliyatda biz kayfiyatni kontrol qilolmaymiz. Uni boshqaramiz. Kayfiyatni kontrol qilish bilan kayfiyatni boshqarishning zoti qanday farqi bor? Biz kayfiyatni kontrol qilib, besib qo'ysak, buningdan nurg'un psixologik masalalar chiqadi. Boshqarish qisqa muddatli kayfiyatni boshqarish bilan uzun muddatli kayfiyatni boshqarish deb ikkiga ayrildi. Qisqa muddatligi mushunda passiv kayfiyat paydo bo'lgan vaqtda biz faqat bir prinsip amal qilsak bo'ladi deb qarayman. Qarshi tarafga atrofdagilarga ziyon zahmat bo'lmagan ahvol ostida biz muvaffaq ifodalasak bo'ladi. Masalan, tantarbiya faoliyatlari bo'lsin, yoki bo'lmasa vaqirash bo'lsin, yoki gap bilan, masalan, yo'ldoshim bilan xatlashib qolgan vaqtimda deganning o'rniga meni bek ochiqni keltirdi desam, bu bir xil ifodalash uchun. Shunga mush vaqtning o'zida uni biz muvaffaq darajada boshqarib turib, besib qo'ymay ifodalasak, buni biz kayfiyatni boshqarish deb ataymiz. Endi uzun muddatli kayfiyat boshqarish nihoyatda muhim. Har qanday odamning kayfiyatining ifodalashining uning oqida bir hikoyasi bo'ladi. Masalan, men o'zim bir ajrashgan ayol bo'lib, men o'zimni qabul qilsam, siz voy ajrashgan ayollar mundaq desa meni qachdan erroqqa chiqadi. Voy nimdaysiz deb bekag'lish kelan deyishib bitimiz. Unda degandan men Rizvan Gullajab mundaq qilsa men beyaram bo'ldim. Nima uchun? O'ylab baxsam, men o'zimning ajrashgan tarixini texnik to'liq qabul qilmoqdiman-da. Shunlashqa mendagi masala bo'ladi, bu sizniki masala bo'lmaydi-ku. Ammo shunga o'xshash har bir kayfiyatning keyindagi hikoyasini tepib chiqib, ashuni biz qabul qilsak, shunga o'xshab ketadigan narsalar bizni bekor jilib qilib ochig'imizni keltirmaydi-ku. Shunga men psixologiyani o'rgangan sari oldirib ochiqlanmaydigan, ochiqlansa muvaffaq ifodalaydigan, ham ro'yitdan bo'lgan sari kuchlanib bir xil sog'lom holatda yashaydigan bo'ldim deb deyalayman. Do'stlarimizga tavsiyamiz sizning bugungi kayfiyatingiz atki natijangiz bilan mag'lubiyatingizni belgilaydi. Kayfiyatingizni har vaqt boshqarishni o'rganing. Esingizda bo'lsin, eng yaxshi psixika doktori yanada o'zingiz. Sog'lom psixika har vaqt hammamizga yor bo'lg'ay.